Yoqdimi shu ko'ylak Nodir opa? Zo'r qo'yinglar, chiroyli. Qara qo'lingizga ko'rsating menga endi. Tahorat buzdi tirnoqlaringizni ko'rsating. Voy, shu qo'limni ham qo'ying. Nimasi bu? Qachon namoz o'qiysiz? 3 kunga dammi? 3 kunga tahorat qilgansiz. qo'yganda 3 kun ichida o'lib qolsangiz do'zaxga kirasiz degan keyin gaplar bo'lsa. Xudo. Shuni qo'yamiz. Nodir opa. Tirnog'ingiz qarang, asal bo'lib qolibdi lekin. 3 kunlik tahorat qilib olishingiz kerak-da. Voy, shunaqasi ham bor ekanmi? Shu yoshga Sherdingiz endi suv ichmay tursiz, suv ichmay tursiz. Voy, u normalniy odam unaqa yashamaydi. 3 kun tualetga kiradi. Kim 3 kunga qo'lingizni bersangizchi? Sen faqat mani qo'lim mana shunaqa qilib berasan? Chiroyli turibdi-da. Ana shunda yechib tashlaydigandan qo'yishingiz kerak. Shunda tahorat oladi. Bu emas, bu qo'ysangizchi, shunday qilgansiz-ku. Voy, shunda yechib tashlaysan bundoq. Qanday yechingchi? Yo'q, hozirgacha olmay, jini kililagan-ku. O'zi bilasanmi, shunaqa ish qila olmay g'alatilar bo'ldim. O'rganmagansiz-da. Bitta ko'ylak tanlang o'zingizga. Mana buni kiyganmiz shuni. Ha, kiymaganimizdan tanlang. Qara, mana buni kiymadik, to'g'rimi? Bu yangi, ha? Zo'r ekan mashinani.